Assalomu alaykum. Inson katta bo'lgani sari endi ozgina bo'lsa ham tajribasi oshib boraverarkanda, shu hayotiy tajribalardan ozgina bo'lishib, haligi gapirib bersak, bitta yarimtaga zo'ri foydasi tegsa xursand bo'lardik. Har kim endi kimdir ayol kishiga qiyin deydi, kimdir erkak kishiga qiyin deydi. Endi oson emas hammaga ham. Endi to'g'risini parlasiga hech qachon ayol kishi bilan ishi bilan erkak kishining ishini qo'ymaslik kerak. Ishdan charchab bordingiz deylik, erkak kishi ovqat tayyor bo'lmasa, ozgina bo'lsa ham ranjiysiz. Endi charchagan, asablar charchagan. Shuning uchun uyga kirishdan oldin bir dona konfetmi, endi to'ydirib olish emas, ba'zi bir odam uyga kirguncha shashlik, somsa, bu maishatini qilib kiradi. Uyga borsa sharmanda sho'rva, go'shtsiz sho'rva ovqat ichib o'tirishgan bo'ladi. Bunisi ham yaxshi emas. O'zingiz shashlik yedingizmi, uyga ham oling. Uyga kirishdan oldin och qorin bilan kirmaslik kerak. Ovqat tayyor bo'lmasa, ayolingiz bilan urushib, qani ovqating tayyor emasmi, qani choying? Janjal ko'proq shundan chiqib qoladi. Shuning uchun qorin to'ydirib olish emas, birorta konfet, oshqozonni aldab, uyga chiroyli kayfiyat bilan kirib, yaxshi gapirib, inoqlikka nima yetsin, shunaqa